Bugun men Minecraft Hardcore'da 65 mingdan ortiq turli tuman bloklarni ishlatib, gigant hajmdagi omonxona rasmini quraman. Bu narsani qurishga o'tda soatdan oshiq vaqtim ketdi. Shu sabab ishonch bilan ayta olamanki, bu video oxirigacha ko'rishingizga arziydi. Men omonxona shu qadar ulkan rasmini quryapmanki, bizga 65 mingdan ortiq blok kerak bo'ladi. Lekin bundan ham oldin biz qurilish ketadigan joyni belgilab olishimiz kerak. Ha, bizga 65 mingta tuproq kerak. Buning uchun esa bizga ko'pgina olmos belkuraklar va maxluqlar xalaqit bera olmaydigan joy kerak. Kim bilmasa qo'ziqorinlar orolida hattoki kechasi ham maxluqlar paydo bo'lmaydi. Ya'ni siz aqldan ozgan bo'lsangiz va soatlar davomida tuproq kovlamoqchi bo'lsangiz, bu yer ideal joy. Aytgancha men tuproqni streamda kovladim, lekin streamdagilarga nega kovlayotganimizni aytganim yo'q. 4 ta olmos belkurakda deyarli sindirib, 4 ta katta sandiqda to'ldiradigan tuproq kovladik. Bu degani biz yana 16 dona katta sandiqda to'ldirsak kifoya. Ajoyib. Yo'q, bu yog'i bilan bu ishga mening taxminan 5-6 soat vaqtim ketdi. Bu juda ham monoton va zerikarli ish bo'lganligi uchun men hattoki Elayni ham ishga olmoqchi bo'ldim. Loylarni olib kelib turar deb. Qattiq-ku. Hattoki boshda yordam ham berayotgandek bo'ldi, lekin 10 daqiqadan keyin shunchaki g'oyib bo'ldi. Qayerga ketganini ham bilmayman haligacha. Aytgancha Elay yo'q bo'ldi-ya. Yana streamda biz boshqa narsalar bilan ham shug'ullandik, lekin sal qolsa bu menga qimmatga tushishi mumkin edi. Ko'rguvchi-pal. Ustiga ustak adashib men bu proyektni streamda ko'rsatib qo'yibman. Yaxshi ham hech kim sezmadi, shekilli. Ajoyib. Va nihoyat 65 mingta tuproq to'plandi. Endi bu qo'ziqorin orolini ko'rishga ko'zim, otishga o'qim yo'q. Tezroq bu yerlardan ketsam. Bu tuproqlarni bir yana har ehtimolga qarshi hisoblab chiqdim, hattoki keragidan oshig'i bilan to'plabmiz. Kovlashga-ku kovladik, lekin endi bularni o'rnatish kerak. Qurish buzish emas, 65 mingta tuproqni o'rnatishni o'zi bo'lmaydi. 256 ga 256 bo'lgan hududga. Bu rostdan ham abadiy davom etishi mumkin edi, lekin men bir mod o'rnatganman. U omonxona rasmini qurishga yordam beradi. Qayerga qaysi bloklarni qo'yishni ko'rsatib turadi. Lekin agar biz bu moddagi tez qurish rejimini yoqadigan bo'lsak, bu ishni ancha tezlashtiradi. Rostdan ham yo'qsa bu abadiy vaqt olishi mumkin edi. Umid qilamanki sizlar buni tushunasiz. Voydod, yana necha soat tuproq o'rnatish mumkin bu hayotda? Ha, ish tezlashdi, lekin baribir bu juda ko'p vaqt olyapti. Rasm qanchalik ulkan bo'lishini tushunishingiz uchun meni qo'limda xarita bor edi. Men u bilan qanchasini bo'lganimni ko'rib borayotgandim, lekin shuni bildimki, xarita juda ham kichkina ekan bunday katta joy uchun. Atigi 4 dan 1 qismini egallagan ekan bu xarita. Shu sabab xaritaga qarab hademay bo'ladi deb turgan narsam aslida yarmi ham emas ekan. Bu men uchun ruhiy zarba bo'ldi. Faqat yarmini o'ziga 2,5 soat vaqtim ketibdi. Shu sabab men do'stga qo'ng'iroqdan foydalanishga qaror qildim. Husanni kim tanimasa, u BDV kanaldagi videolarda chiqadi. Xuddi kutilgandek ishlar 2 kishi bilan 1,5 baravar tezroq ketdi. Yana men shuni bilib qoldim, xaritani kattalashtirsa ham bo'lar ekan. Faqat men oshirib yubordim. Ozginagina bilinar bilinmas oshirib yubordim. Ha, chekkadan qaraganda xuddi chet ellikka o'xshab ko'rinyapti. Va nihoyat 4 soat deganda biz buni uddaladik. Ya'ni tayyorgarlikni. Rostdan ham 10 soat deganda faqatgina qurilish maydonchasini tayyorladik xolos. Xo'sh, endi yana 65 ming blok to'plash kerak. Faqat bu safar bu shunchaki tuproq bo'lmaydi. Aytgancha men xarita ham yasadim zo'ridan. Qurilish maydonini to'liq qamrab oladiganidan. Qanchalik men buni xohlamasdim, lekin yana qo'ziqorin oroliga qaytishga to'g'ri keladi. Sababi bizga mana bu qo'ziqorin oyog'idan 7914 ta kerak. Va bu shunchaki dahshatli sonlar. Men o'yladim balki qo'ziqorinni qo'lda o'stirib chopgan tezroq bo'lar deb. Shu sabab ozgina suyak bloklar to'pladim-da o'stirishga urinib ko'rdim. Va albatta bu yo'lda ko'plab muammolarga duch keldim. Qo'ziqorinni o'stirdim, lekin uni oldidagisi o'sishni xohlamasdi. O'rinlarda yaxshigina katta masofa bo'lish kerak ekan. Bu esa samaradorlikni juda ham tushirib yuboradi. Qizil qo'ziqorin bilan ahvol ancha yaxshiroq edi, lekin shunda ham birgala muammolar bor edi. Baribir bu tezroq bo'lar deb baribir shu taktikaga amal qildim, lekin yo'q, bu shunchaki qiyinroq xolos. Ustig mana shunday juda ulkan bo'lgan qo'ziqorin orolini bilganingda bundan ma'no yo'q. Qo'ziqorin oroli anomal darajada katta bo'lishiga qaramasdan bu baribir yetmadi. Lekin xavotirga hojat yo'q, sababi men bundan ham ulkan bo'lgan g'irt materik bo'lgan qo'ziqorin orolini bilaman. Va nihoyat qo'ziqorin oroli bilan bog'liq bo'lgan hamma narsani to'pladik degan umiddaman. 3,5 soat aynan shuncha vaqt yetdi bu yaramas qo'ziqorin oyoqlarini chopishga. Men qo'ziqorin aholisidan qasos olishim kerak. Nima bo'lganda ham qo'ziqorinni hal qildik. Endi bizga prizmarin kerak.
4182 dona. Suvosti mayog'ini olamizda, Suvosti qal'asini oldiga borib quramiz. Aytgancha bosti ham hal qilish kerak. Yo'qsa u aniq bizga qal'ani maydalashda xalaqit beradi. Birinchisi tayyor, ikkinchisi ham tayyor. Endi bir paqir sut ichib oramizda ishni boshlaymiz. Nahotki bu yerda uchinchisi ham bor ekan. Nega tiqilib qoldim? Umid qilamanki 4-inchisi bo'lmaydi. Prizmarinni kovlashni boshladik. Men 2,5 soat davomida mana bu qal'ada umrimni o'tkazib shuni tushundimki, men mana bu yaramas televizorlarni skeletlardan ham ko'proq yomon ko'raman. Ular meni shu qadar ezib yuborishdiki, bitta uradda qochib ketadi. Oldiga borsang qochib ketadi, uraman desang qochib ketadi. Bo'lmabdi xullas. Nima bo'lganda ham keraklicha prizmarinni to'pladik. Bizga xilma-xil rangdagi betonlar kerak. Oq, qora, siyoh rang, sabz rang va hokazo turli xil. Ustiga ustak juda ham ko'p. Bu degani biz juda ham ko'p qum, shag'al, bo'yoqlar to'plab ularni verstakda birlashtirib, mana shunday betonlarni yasashimiz kerak qurug'idan. Ularni suvga tashlasa oddiy betonga aylanadi, lekin bunaqasi bizga kerak emas. Ammo beton to'plashning yana biroz g'irrom usuli bor. Dyup mashina qurish. Bu mashinani qurish uchun unchalik ham ko'p narsa kerak emas. Eng muhimi slis. Mendan kaktus yasab yuborishdi-ku. Buncha bizga aniq yetadi. Yana ozgina barg to'playmiz, mayda chudalar degandek. Qani yo'qol bu yerdan, bu yerda hech qanaqa miya yo'q. Voy lanati. Namchi joning qattiq bo'lmasa sen yaramasdi. Miskalim o'ldi. Bu dyup mashinasi mana bu portal orqali ishlaydi. Portalning ramkasi esa ortiqchalik qilyapti. Uni yo'q qilishga to'g'ri keladi. Voy lanati, nega chiqib ketaveraman? Tushunarli, hamma gap mana bu shimimda ekan. U meni juda ham tezlashtirib yuboryapti. Endi hammasi o'xshashi kerak. Xo'sh, ajoyib o'xshadi. Rostini aytsam, buni qanday ishlashini o'zim ham to'liq tushunmayman. Shuning uchun sizlarga ham tushuntirib o'tirmayman. Tayyor, bir tarafini yo'q qilganimiz bizga yetish kerak. Endi bo'lsa dyup mashinaning o'zini quramiz. Umuman olganda qurish juda ham oson narsa. Shunga qaramasdan qayerdadir xato qilish qo'limdan keldi. Lekin xatoni topib to'g'rilaganimdan keyin hammasi soatdek ishlay boshladi. Va buni ham qanday ishlashini tushuntirish qiyin. Endi entolamidan kerakli tarafdan beton to'planishi uchun joy quramiz. Tayyor. Taxminan 2-3 soatda shu sandiqda to'ldirib tashlay oladi. Endi menga eng ko'p kerak bo'lgan oq betonni o'rnatamiz va dyup mashinani ishga tushiramiz. Kutaylikchi 1-2 soat. Orqasidan yana ozgina qum ham qo'ygandim. Qisqa qilib aytganda, buncha oq beton meni 7 avlodimga yetib ortib qoladi. Yana bizga minglab qora beton ham kerak. 3 ayarli nayza tushdi. Bu 3 ayarli nayzani men o'rrama sehriga sehrladim. Maksimal darajadagi. Endi suvga tegib turgan bo'lsa, mana shunday fintlar qila olaman. Bu sehr faqat suvga tegib turganda ishlaydi, lekin agar yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, havoda ham ishlatish mumkin. Bu vaqtda shu qadar katta tezlikka chiqish mumkinki, bu salyutlar bilan uchgandan 10 baravar tez bo'lishi mumkin, lekin bu yaxshigina xavfli. Shuncha oq qum menga kerak ham emas. Endi orqasidan qora beton, ajoyib. Endi birdaniga 3 ta rangni minus qilamiz. Voh, bu bizga yetadi. Betonni hal qildik, lekin oldinda terrakota degan narsa bor. Jami hisobda 15 mingta har xil rangdagi terrakotalardan kerak bizga. Mayoqni o'rnatamiz, kovlashni boshlaymiz. Bir xil turdagi terrakotalarni shunchaki kovlash mumkin bo'lsa, ba'zilarini bo'yashga to'g'ri keladi. Masalan, bizga 4999 ta ko'k terrakota kerak. Bitta rangdagisini hal qildik. Yaxshi hamki ba'zi turdagilarni shunchaki kovlab olsa bo'ladi. Yo, o'zingni bos. Hech narsani portlatish kerak emas bu yerda. Kirkani ta'mirlaymiz, kerakli bo'yoqlarga bo'yaymiz, kerakli bo'yoqlarni to'playmiz. Mana endi o'zimni haqiqiy rassomdek his qilyapman. Mana shunday qiyinchiliklar va uzoq vaqtdan so'ng men va nihoyat terrakotaga bog'liq bo'lgan hamma narsani tugatdim. Lekin bo'yamen menga kerakli bo'lgan barcha betonlarni to'plamagan edim. Sababi bir xillardan atagi bir stak kerak. Ularni shunchaki o'zim yasashga qaror qildim. Ozgina jigar rang beton, sabz rang beton va to'q kurlang beton. Mana endi rostdan ham hamma rangli bloklardan qutuldik.